Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va kanalimizni muntazam kuzatib borayotgan bizning aziz muxlislarimiz. Kanalimizga mehmon bo'lsanglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Like bosishni ham unutmanglar. Hozir sizlarga men o'zimni mana ona mehri gullarimni ko'rsatmoqchiman. Malachay miliya gullarimni ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli ochilib turishibdi. Mana juda ham yaxshi. Lekin hozir misol uchun mana buni biz sotadigan bo'lsak, mana uylarga borgandan keyin buni albatta boshqa idishga ekishinglar kerak bo'ladi. Misol uchun mana idishida juda ham yaxshi turibdi, sotib olganingizda mana gashog'i ham o'ziga loyiq o'xshab turibdi. Lekin bu gulni sotib olgandan keyin albatta uyga borgandan keyin 2 haftadan keyin buni boshqa idishga ko'chirish kerak bo'ladi. Уже mana ildizlari polniy aylanib bo'lgan, garshogimiz unga, idishimiz, tuvagimiz unga jicha kichkinaroq. Shuning uchun uni boshqa idishga ko'chirishimiz kerak bo'ladi. Mana hammalari yaxshi turibdi, ko'rib turibsizlar, hammasi gullab chiroyli turibdi. Gullayotgan mahalda ko'chirsa ham bo'laveradi. Qaysi mahalda ko'chirish kerak deb ko'pchilik so'raydi, shuning uchun aytib o'tib ketyapman. Gullayotgan mahalda ko'chirsangiz ham bo'laveradi. Bu ona mehri gulimiz o'zi aslida yili 12 oy gullaydi. Shuning uchun gullayotgan mahalda ko'chirsangiz ham bo'ladi. Gullayotgan mahalda ko'paytirsam ham bo'ladimi deb so'raganlar ham bo'lgan. Gullayotgan mahalda ko'paytirsangiz ham bo'ladi. Hozir eng kerakli joyini aytib ketaman sizlarga. Men bularni karnevinsiz ko'kartiraman. Proba qilib ko'rdim, perlitga ham qilganman, torfga ham qildim, vermigulitga ham qildim. Juda ham yaxshi natija berdi. Keyin so'rashganda va nima deydi, men chirinka qilsam chirib qoldi degan gaplar ko'proq bo'lyapti va savollar ko'proq tushyapti. Hozir shuning uchun men sizlarga aynan qanaqa joyini chirinka qilishni ko'rsataman. Mana shoxini olib chirinka qiladigan bo'lsak, u chirib ham qolmaydi, boshqa ham bo'lmaydi. Karnivin ham shart emas o'zi asli ona mehri gulga olamiz, ekib qo'yamiz. Faqat gullarni olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Ko'paytirayotgan mahalimizda biz atroskasini uzib olamiz. Uzib olishda emas gap aslida. O'tkir tig'li narsada kesib olishingiz kerak. Ya'ni lezvadami, yo'q bo'lmasam yangi qaychidami? Qaychida kessangiz ham yangi bo'lish kerak. U nima zaholab qo'ymasligi kerak tanasini. Shuning uchun lezvada shunday kosov qilib kesib olasiz. Har doimgidek yonboshlab manaqasiga kesib olasiz, uni keyin ekib qo'ysangiz bo'laveradi. To'fga ekib qo'ysangiz ham ko'karaveradi. Bu chirindiga ekib qo'ysangiz ham ko'karaveradi. Ona mehri gulimiz ham juda ham beor gul. Shuning uchun mana shunday qilib ko'kartirsak bo'ladi. Endi hozir sizlarga aytib ketsam, men gulimni baklari sarg'ayib to'kilib ketdi deb ko'proq yozishadi ham ona mehri gulini. Mana ko'rib turganingizdek, meni gullarim baklari bir donasi ham sariq emas. Nimagaki bu gulimizni уже hozir men buni ko'chirmasam, buni baklari ham sarg'ayishni boshlaydi. Shu baklar sarg'ayib ketmasligini oldini olib men ko'chirib olaman. Agar baklar sarg'ayib to'kilishni boshlasa, уже yana ko'chirsangiz u o'ziga kelmaydi-yu, sarg'ayib ketgan baklarni olib tashlasangiz, yangi baklar chiqaradi. Sarg'ayib ketgan baklar hech qachon qaytib yashil bo'lib qolmaydi. Hozir endi mana buni ko'chirib olamiz. Boshqa men kattaroq idishga ko'chiraman. Mana gulimizni olamiz. Xohlagan mahalingizda ko'chirsangiz bo'laveradi. Faqat nima deydi? Gulingizni mana bu ildizlarga zaho qilib qo'ymasligingiz kerak. Ya'ni tuprog'ini qoqib tashlash kerak emas gulni. Idishdan idishga ko'chirganda, hozir men misol uchun qanday chiqargan bo'lsam, xuddi ana shunday qilib uni ko'chirishimiz kerak bo'ladi. Hozir sizlarga ko'rsataman farqini. U kichkina idishda qanaqa edi, hozir mana katta idishga qanday bo'lib qoldi. Juda ham chiroyli bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, idishlari ham o'ziga juda ham chiroyli bo'lib qoldi. Endi buni men 1 yil shunday qo'yib qo'ysam bo'laveradi. 1 yil davomida bu xuddi mana shu idishda gullab, yashnab turaveradi. Agarda gulingiz kichkinaroq bo'lsa, kichkinaroq idish tanlang. Menda bular 1 litrlik deydi. Men uni 3 litrlik idishga ko'chirdim. Ko'rib turgan bo'lsanglar, mana 1 litrlik va 3 litrlikka ko'chirdim. Hozir hammasini men ko'chirib olaman bu gullarimni. Aynan gullayotgan paytda ko'chirsam ham bo'laveradi. Ularni baklari sarg'ayib ketmasligi uchun. Ko'rib turgan bo'lsanglar, ona mehri gulimiz ko'proq suv ichadi. Keyin qizlar gul nima deydi? Gul shaydolari agar gulinglarni hozirgi issiqda 5-6 kunda bir suv quyadigan bo'lsanglar, gulinglar sarg'ayib, baklar to'kilib ketadi. 5-6 kunda suv quymaylar. Hozir shu issiqda har kuni suv quyishingiz kerak. Oz-ozdan har kuni. Eng kam suv ichadi degan gulga ham bunaqa issiqda albatta suv sepib turinglar, hech yo'q sprey qilib. Bunaqa ko'p suv quyib tashamanglar, lekin sprey qilib suv sepib turishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, sanseveriya guliga ham, orxideyaga ham suv ozginadan namlab turish kerak. Hozir bu issiqda gullar o'lib qolishi mumkin. Shuning uchun
shunday sepib tursangiz bo'ladi. Keyin teplitsa sharoitida boshqacha bo'ladi deb o'ylamanglar. Teplitsada, misol uchun, teplitsada uy sharoitidan ko'ra namlik yuqori bo'ladi. Teplitsada uy sharoitidan namlik yuqori bo'ladi. Nimagaki buni hamma yo'q o'ralganligi sabab. Issiq bo'lsa, juda ham issiq bo'lib ketadi, lekin namligi kuchli bo'ladi. Shunda ham biz gullarga sprey qilib turamiz. Men avvalgi videolarimda ko'rsatdim sizlarga qanaqa qilib palif qilganimni. Xuddi ana shunday qilib, bir kunda bir mahal albatta gullaringlarga suv quyib turinglar. Suv sepib turinglar. Shunda gulingiz o'zini juda ham yaxshi his qiladi. Ular mana bunday yashang bo'lib o'sadi. Shuning uchun ularga ko'proq namlik kerak bo'ladi, xolos. Uy sharoitida mana shu namlik kam. Keyin palma gulini ham xuddi ana shunday. Agar siz namlikni me'yorida qilib bersangiz, gulingiz baklari sarg'ayib ketmaydi. Keyin hozir mana shu gulimni men mana vaqtida ko'chiryapman, 3 litrlik idishga mana ko'chirib qo'yapman buni. Endi bu yana ham yaxshi o'sib ketadi. Baklar to'kilmaydi. Naparot, yana mana bu tagidagi shoxlarni kesmaydigan bo'lsam, bu yana ham chiroyli bo'lib, pompoq bo'lib o'sib ketadi. Vaqtida buni idishdan idishga ko'chiramiz va agarda siz gulingizni ko'paytirgingiz kelmayapti, lekin gulingiz har doim gullab turishini xohlaysiz, baklar to'kilib ketmasligini xohlaysiz, to'g'rimi? Ana shu paytda siz mana bunday joyini ozgina kesib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Mana bu joy makushka deyiladi. Mana bunday aytganda tochka rosti, endi o'sish joyini ozgina kesib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Prishivka qilib olib qo'yasiz. Shunda u yana yonidan shoxlarni beradi, u yana ham chiroyli bo'lib o'sib ketadi. Xuddi mana shu usulda gullaringizni yaxshi qarasangiz bo'ladi, yaxshi parvarish qilsangiz bo'ladi. Men aytgan amallarga siz nima deydi? Gullaringizni men aytgandek qilib qaraydigan bo'lsangiz, amal qiladigan bo'lsangiz, men aytgan maslahatlarga, gulingiz har doim yaxshi va chiroyli bo'lib o'sadi. Ko'pchilik уже proba qilib ko'rdi, hurmatli obunachilar. Ular yozishdi ham. Siz aytgan maslahatlarga qarab, gullarim juda ham ko'payib ketdi, gulga qiziqmasdim, lekin qiziqadigan bo'ldim deb yozganlar ham juda ham ko'p. Rahmat, kanalimizni har doim muntazam kuzatib borganinglar uchun. Keyin maslahatlarimizni albatta beramiz. Agarda men gulga qiziqmagan bo'lganimda, menda buncha gul bo'lmasdi. Agar gulni o'zim qo'llarim bilan ekib, o'zim ko'paytirmaganimda sizlarga maslahat bermasdim. Uni o'zingizlar juda ham yaxshi bilasizlar. Bizda qancha gul borligini. Bizda eng yo'q gullarimiz bugenvilya gulimiz yo'q. Men mana shu gulni topa olmadim. Adenum guli yo'q bizda. Keyin boshqa hamma gullardan bor. Xudo xohlasa men gulga qiziqishimni O'zbekistonga borganda ham davom etkazamiz. Uni hech ham to'xtatmaymiz. Keyin nima deydi? Agarda kimga yordam kerak bo'lsa, yordam beramiz. Xudo xohlasa Samarqand, Buxoro, hamma joylarga aylanishga harakat qilamiz. Lekin Farg'ona, Namanganga albatta boraman. Bizga ham yaqin, lekin meni u joylarga ko'proq ishim tushadi. U joylarga ko'proq boraman men shuning uchun. Ko'rib turgan bo'lsanglar, mana bu ekkan gulimni nima deydi? Suvi sal kamroq ekan. Shuning uchun mana ko'rib turganinglardek bakka bir dona bakka sarg'ayib qolibdi. Bir dona. Lekin o'zi yaxshi. Endi bunga suvni vaqtida quyishga harakat qilamiz. Idishi kichkina bo'lsa ham gulingiz tez-tez chanqaydigan bo'lib qoladi. Juda ham ko'p suv quyish kerak bo'ladi. Idish kichkinaligi sabab. Shuning uchun har doim gulimizni bir yilda bir marta albatta boshqa idishga ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganinglardek mana boshqa idishga ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Qo'rqmasdan ko'chiraveramiz. Gullarimiz hech narsa qilmaydi. Faqat gulni ko'chirayotganda shu ildizini qoqib yormasligingiz kerak bo'ladi, xolos. Shunga yaxshilab e'tibor bersanglar, gulimizni idish nima deydi? Ildiziga zaho yetmaydi. Shunda gulda stress bo'lmaydi. Hozir mana bunday qilib men ko'chirgandaqa qilib ko'chirsangiz, buni qish faslida ko'chirsangiz ham bo'ladi. Agarda siz ildizlarni mana bunday qilib qoqib olib tashlaydigan bo'lsangiz, unda siz faqat yoz faslida ko'chirishingiz kerak bo'ladi. Bahorda shunday qilishingiz kerak bo'ladi. Nimagaki ildizlarida stress bo'ladi va u yaxshi ko'karmay qoladi. Shu sababdan. Menga o'xshab ko'chiradigan bo'lsangiz, qish faslimi, kuzmi farqi yo'q. Keyin ko'pchilik hozir kanalimizda yangi mehmonlarimiz ko'p. Shuning uchun yana bir qator aytib ketaman. Gullarni qaysi oyda ko'kartirsak bo'ladi, ko'paytirsak bo'ladi deb yozganlar ham bo'lyapti. Hurmatli obunachilarim, bizning muxlislarimiz, aziz muxlislarimiz, gullarni siz ko'paytiraman desangiz, may, aprel oyidan to avgust, sentyabr oyigacha ko'paytirsangiz bo'ladi.
hamma gullarni ham, misol uchun sindaptusmi, pelargoniyami, ona mehrimi, qora shahzodami, fikusmi farqi yo'q, limonmi, issiq mahalda amal juda ham yaxshi bo'ladi gullar uchun. Aynan siz ko'paytiraman degan gullar uchun issiq paytda, misol uchun hozir o'zimizda 50-60 gradus issiq bo'lsa ham siz ko'kartirayotganingizda uni sal salqinroq joyga qo'yishingiz kerak bo'ladi va bir kunda 2-3 mahal albatta suv sepib turishingiz kerak bo'ladi. Shunda natijasi juda ham yaxshi bo'ladi. Agar sovuqroq paytda qilaman desangiz, misol uchun erta bahorda qilsangiz ham sovuqroq bo'ladi, temperatura bir xil bo'lmaydi. Shunda yaxshi ko'karmay qolishi mumkin. Shuning uchun men bergan maslahatlarga amal qilib, men qanday aytgan bo'lsam, xuddi mana shunday qilib ekadigan bo'lsanglar, gulinglar a'lo darajada bo'ladi, hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, gullarimizni xuddi mana shunday qilib ko'chirib olamiz va keyin nima deydi? Sprey qilib ularga suv quyib qo'yamiz. Bir kunda bir mahal ertalabda albatta suv quyamiz ularga. Kechki mahal quyganingizdan ham ertalabda quyganingiz yaxshi bo'ladi. Nimagaki ertalabda ular juda ham yaxshi suv ichishadi. Biz har doim ertalabda polif qilishga harakat qilamiz, hurmatli obunachilar. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.